Bir kuni bo'rilar qo'ylarga elchi yubordim. Elchi shunday dedi: "Oramizdagi bu adovat faqat sizni qo'riqlaydigan itlar tufayli. Ular bizga qarab hurib, sizdan uzoqlashtiradi. Aslida esa biz faqat do'stingiz bo'lishni istaymiz." Qo'ylar soddaligi tufayli bu hiylaga ishondi. Ular o'z qo'riqchishlarini endi himoyachi emas, balki erkinliklarini cheklovchi kishandan iborat deb ko'ra boshladi. Qo'ylar itlarga yuzlanib: "Siz yillar davomida bizni himoya qilmadingiz. Aksincha faqat nazorat qilib keldingiz", dedi. Nodon qo'ylar itlardan uzoqlashib, yolg'iz qolish yaxshiroq deb o'yladi. O'sha kechasi bo'rilar umrlarida eng yaxshi ziyofat qilishdi. Ko'pincha ota-onamizni haddan ziyod nazoratchi deb ularni egalik qilishda yoki ortiqcha himoya qilishda ayblasak-da, aslida ular bizni jamiyatimizdagi bo'rilardan asrashga harakat qilishadi xolos.